Nimaga onaxonga yolg'on gapirdingiz? O'zi ishimiz o'xshamayotgan bo'lsa, o'rtog'ingizdan qarzob bozorlik qildik. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingmi bolam? Ona yaxshimisiz? Yaxshimisiz bolam? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi o'tiribsizmi ona? Charchab qolmaysizmi? Bugun bir ishlar yaxshi bo'luvdi. Seni men borib ko'rib keldim, hadishuda qilib. Bolalar xursand bo'lib qoldi. Baraka top bolam, jigaringdan xabar olib, yaxshi ish qilsan. Shunga aziz shogird qarash bo'lsa, boshqa bo'lib turdi. Shunga bir duo qilib qo'ysangiz shuni. Umringdan baraka topgin, iloyim qo'shganing bilan qo'sha qarigin. Amin. Ishi yaxshi bo'lgani uchun bugun bir sizga iftorlikka bir narsa olib kelsam. Nima yegiz kelyapti? Bola, ishing yaxshi bo'lgan bo'lsa, bugun iftorlikka 2 shashlik olib kelber. Bo'ldi, shashlikdan aylandi. Hozir zo'radan olib kelaman. Rahmat ustoz. Duo qilib qo'ydilar. Ustoz bittalarsan tushunmayapman. Nimaga onaxonga yolg'on gapirdingiz? O'zi ishimiz o'xshamayotgan bo'lsa, o'rtog'ingizdan qarzob bozorlik qildik. Men shunga tushunmayapman. Jon, senga maslahatim. Sen ham shu ishni qilgin. Agar ota-onangni ko'ngli nimani tutayotganini bilishni xohlasang, hech qachon ularning oldida muammolarini ko'rsatmagin. Hech qaysi ota-ona o'zini farzandini muammosini bilib turib, unga bir narsani ayta olmaydi. Har doim ota-onangni oldida o'zingni bordek ko'rsat. Shunda ota-onang senga nima xohlashayotganini aytishadi. Shunga amal qilgin. Rahmat ustoz, tushundim.